Assalomu alaykum aziz obunachilar, podpischilar, issiqxona ishqibozlari. Bugun Qashqadaryo viloyatida Shahrisabz tumanida 540 2 qavatli Tandon suvda ta'minimizni boshlaganmiz. Xudo xolasa bugun 4-kun oyoqlarini o'rnatib qo'yganmiz. Hozir arkasi bu shablon bo'ladi. Shablonda orasi 15 santimetrli shablon bo'ladi. Firma shaklida bo'ladi. Bu birinchi qavat. Shtobe ertaga qisdan 40-30 santimetrli qor yog'may qo'ydi, yog'ib qolsa ko'tarib tushishi. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Yerga terilyapti alkalar. Ziyzalarning orasi 50 santimetrdan qo'yilgan. Firmamiz 7 metrga to'qilyapti. O'rtasi 2,10 bo'lyapti. Qor kamroq turadi, tepada sirg'anib tushib ketadi. Oyoqlari esa oyoqlari 4,5 ga profildan bo'lgan. O'zi 4 ga 4 deyiladi ko'proq. Oralari 2 metrga qo'yilgan firmalarimiz. Balandligi 4,5 metr bo'ladi. Общий balandligi 4,5 metr, oyog'i 2,5 metr bo'ladi. Arkenda 2,10 hisobiga 4,60 bo'ladi. Birinchi qavati. Ikkinchi qavati 4 metr bo'ladi. Video davomida xudo xolasa har kuni ishlarni qo'yib boramiz. Podpiska bilan like bosib qo'yasiz. Shunaqa deyman. Bu yerimiz 7 metrdan 14 ga 38 bo'lyapti. Jami joyimiz narxlari esa 13,5 million atrofida bo'lyapti hozir 2 qavatli. Bir qavatligimiz narxi 8 million bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab ishlar yo'lga qo'yilgan. Qo'llar o'zimiz ishlaymiz. 4 ta odam tashlab qo'yib tomosha qilish yo'q. Kelganligi narxini 7 million bo'lami, 6 million bo'lami, bir qavatligingiz yoki 2 qavatligingizni 10 millionga qilib bering deganlar telefon qilmay qo'yaveringlar iltimos. Sizlarga 1-200 ming plus minus bo'ladigan narxini olib kelib aytib qo'yapman. 2026-yil 24-mart sanasiga 2 qavatli 13,5 million, bir qavatli 8 million. Faqat ishimizga garantiya beramiz, boshqa narsaga bera olmaymiz. Endi to'g'ri, hammasi Xudodan. Ertaga 1 metr qor yog'sa, yiqilib tushishi aniq, konkret yiqiladi, ko'tara olmaydi 1 metr. Endi hozirgi holatda shu sredniy 40 santimetr, 50 santimetr qor yog'ayotgani uchun shularni ko'taradi, Xudo xolasa sababini qilyapmiz. Bunaqa ishni shashilmasdan, kачествосiga e'tibor berib ish qilyapmiz. Tapir-tupur, chotiga tupur bo'lmayapti akalar. Shuni ham sal inobatga olib qo'yinglar. Pulini talashib, tortishadiganlar telefon qilmanglar iltimos. Siz bilan pulini tortishib, boshqa qilib 1 million arzon qilib bersam, 500 ming arzon qilib bersam, unaqa chiqmaydi. Men temirdan sal qisqartirishim kerak bo'ladi. Buni 2 metrga qo'yishni o'rniga 2,5 ga qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi. Bo'lmaydi unda. Ertaga yiqilib tushsa, bitta oshcha pul bergandaqa telefon qilib yurasizlar. To'g'ri. Negativlar bilganinglarni. Arzon ish sifatli bo'lmaydi. Bu borga hech kim minusga ishlamagandaqa arzon ishga ozroq narsa ishlatiladi. Sifatli ish arzon bo'lmaydi. Lekin men ishimcha qimmatroq boshqalarga. Shu boshqalarning ishi bilan bemalol solishtirilaveradi ishim. Kачествосiga javob bera olmayman. Ularsiz bo'y parni qiladigan ustalar bilan tenma-ten qilaveraman. Men ularni oshcha qilaman demasa emas, lekin kачество cho'tga beraman. Shu xolos. Boshqa narsa yo'q.